Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz Xudo xolasa 29-sentyabr haftaning 1-kuni Toshkent Yandex qilish uchun harakat qilyapmiz. Kecha уже bugun ertalab Toshkentda bo'lishimiz kerak edi, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra bo'la olmadik. Shuni evaziga Xudo xolasa hozir biz Moykaga kelyapmiz. Avtomashinamizni Moyka qilib, Xudo xolasa Nechay Toshkentga ish jarayonini sizlarga ko'rsataman Xudo xolasa. Hozir mana Moykaga yetib keldim. Xudo xolasa Avrora keldi. O'tiribdilar. Hozir Moyka ochilib ekan. Turibmiz, Xudo xolasa. Ikkita mashina bor ekan hozir. Mashinaga kiram bo'lib ketgan edi, lekin chekka qilib yuvib ishga ketamiz Xudo xolasa. Mashinani Xudo xolasa chiroyli qilib yuvib oldik. Toza pokiza qilib. Xudo xolasa ishni boshlaymiz. Hozir Toshkentga odamdik. 50 ming so'm gapga cho'ntamizda bitta chamadoncha, kichkina chamadoncha ekan. Xudo xolasa endi Petekka bor odam olamiz. Petekka borsak kerak mana o'sha. Bo'ldi, mana Xudo xolasa to'lmadiku, ikkita odam oldik, akaxonlarimiz, student akalarimiz Ohangarongacha. Xudo xolasa endi bag'ir yo'llarimiz, pochta oldik, ikkita pochta oldik. Video qilishingizdan chiqib qolibdi. Mana ballar tashlab qo'ydim. Ikkita zo'r ballar ekan. Yaxshi, yomon pul ham bermadi, yaxshi pul berdi, suvda olib berdi. Ro'yxatga kirib keldik. Welcome to Toshkentda turibmiz. Mana ortda pochtani berdik, Tepalovashtoniga. Endi ikkinchi pochtamiz bor. Ikkinchi pochtamizga borish uchun biz Yandexda yoqishni boshlaymiz. Yandex ilovasiga kirib padelamiz sergili guruh zakaz tushganini endi video qilolmadim. Hozir zakaz tushdi. Rohatda o'sha krugda turdim, Vodniyda. Zakaz tushdi. Vodniydan zakaz oldikda. Keyin start tushdi menimcha, chunki komfort yozib chiqmadi o'tirgan paytimda. Kamerani yoqolmadi. Hop, keyin dastavka bo'ldi. Uni so'mgacha, paketcha 16500 so'm. Kilometr 26 minut 18 kilometr. Keldim mana. Endi menga telefon berishga so'ngni yopib qo'yay. Keyin bizda ikkinchi zakaz ham bor.
Foralmayman hozir. Chortoqqa keldik. Ikkinizga zamagazmay bo'lib ketmasa bo'laman. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizga dastavka berib yuborishdi Vodniydan hozir. Keldingizmi? Ha, keldim. Shunda ovozsiz bo'ldi. Bo'ldi, xo'p. Bosmayapman, bu bizda ikkinchi zakaz. Kuber Sergeli hokimiyatga yurib turgandim. Padyalamdi. Sergeli hokimiyatga ketyapmiz hozir. Shu kuni ikkinchi zakaz bo'ldi. Vodniydan Chortoqqa keldim. Chortoqdan endi Sergeli 3A ga borishim kerak adashmasam. Ana hozir olib keldim ikkinchi zakazni. Hech bir bilan tugarkan. 19 ming so'm bo'ldi, 20 ming berishdi. Yaxshi inson ekanlar, eshitdingizchi. Xullas, hozir padyalam bo'yicha ikkita zakaz oldim. Bittasi 47 ming so'm. Уже joyimgacha hozir bir ikki qoldi. Keyin bittasi 20 ming so'm. 67 ming so'm bilan keldik. Manzilimga keldim. Shu hokimiyat yonidagi Golden House domlardaman. Manzilimgacha rohatdan 19 kilometr ko'rsatadi. Endi men aylanib kelishim bilan 24 kilometr bo'ldi. 24 kilometrga 67 ming padyalam Yandex berdi. Endi hozir men uni komissiyalarini ko'rsataman. Telefonga kiraylik. Xo'p. Yandex Go. Men mana shuni ochmayapman-da, onlayn syomka qilishdan oldin vaqt ketyapti. Voy. 55 ming qolyapti menga. 67 ming bo'ldi. Birinchi zakaz 46,5 ming bo'ldi. 47 ming berdi. Hech bir koeffitsient bilan tushganini hozir ko'ramiz. 4 ming koeffitsient bilan tushgan ekan. Taksopark olishi, Yandex olishi, qirqqa soliq. Ikkinchisi 19 ming bo'ldi. No, klient 20 ming berdi. Koeffitsient plus 500 so'm bilan bo'lgan ekan. Yo'q, 500 so'm bilan emas, berilgan joyda kutish, 500 so'm vaqt, 7,5 ming koeffitsient berilgan ekan. Tarif qaysi ekan bunda? Start ekan tarif. Bunisi ham start bo'ladi. Komissiya 0,5% bo'ldi. 13, 16, 14, 15 bo'lyapti komissiya do'stlar. Yomon bas. Bo'ldi, video ko'payib ketdi. To'xtatdim xullas, pochtalarni berdim, Qo'qondan kelgan omonatlarni berdim. Kutganimga qo'shib ham berishdi. Ikkita padyalam urdim Yandexda. Akalar, video qilish oson bas ekan. Ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman, chunki birinchi qadamni qo'ydik. Orqaga tashlash yo'q. Sizlarning poddeshkalaring bilan xudo xolasa hali zo'r chiroyli kontentlar qilishga va foydali narsalar qilishga, videolar qilishga xudo xolasa harakat qilamiz. Taksoparkka ulaymiz, Otaxon Go, foizlarimiz 1%. Har xil tariflar bor bizda. Opisaniyada qoldiraman. O'sha Telegramdan bor o'sha ekan. Telegramdan menga pasport kerak emas, prava telefon nomeri bo'lsa ulab qo'yamiz. Balanslarga 20 ming so'm bonus qilib tashlab ham beramiz. Aloqaga chiqa olasizlar. Hammaga rahmat. Ketkizgan vaqtlaringga xafa bo'lmaysizlar. Kam ketiga bo'lsa videoni rozi bo'lasizlar birinchi kun. Rahmat hammaga.